Salom hammaga. Navbatdagi mavzuyimiz reanimatsiya va anesteziologiyada bir-biriga juda ham chambarchas bo'lgan, ajratib bo'lmaydigan ikkita sistema, kislota tashqari muvozanati va suv elektrolit balansi haqida bo'ladi. Darsimiz davomida biz arterial qon gazi tahlilini o'qishni, ya'ni bizda uni KSHS deb ataladi, ingliz adabiyotlarida ABG arterial blood gas deb ataladi. Shu haqida gaplashamiz va undan keyin asosiy kislota tashqari muvozanatlarini buzilishini ajratishni, natriy, kaliy va boshqa elektrolit buzilishlarida xavfsiz korreksiya qilish haqida gaplashamiz. pH ni normal ko'rsatkichi juda ko'pchilik bilamiz 7/4. Bu 7/35 va 7/45 oralig'ida o'ynab turishi normal hisoblanadi. Agar mana shu ko'rsatkich o'zgarsa, ya'ni 7/30 ga tushib qoladigan bo'lsa, bu holat atsidoz deb ataladi. Bu faqatgina 0.05 birlik pasayishi emas. pH bilamiz logaritmdan chiqarilgan ko'rsatkich. Shuning uchun ham 0.05 o'zgarish ham vodorod ionlari, ya'ni protonlarni konsentratsiyasida katta o'zgarish bo'lganligini, sezilarli o'zgarish bo'lganligini ko'rsatadi va organizmda turli xil javob omillarni keltirib chiqaradi. Masalan, pH agar pasayadigan bo'lsa, atsidoz tomonga yuradigan bo'lsa, miokardni qisqaruvchanligi, katexilaminlarga bo'lgan javob, tomir tonusi va fermentlar faoliyati buziladi. pH muhiti ko'tarilganda, alkalozga yurganda esa aritmiya, ionlangan kalsiyning miqdorining kamayishi, mushaklarda tirishish va miya qon oqimini pasayishi kuzatilishi mumkin. Albatta, pH ni davolash uchun erta davrlarda shoshilinch ravishda turli xil perfuzion eritmalarni, to'g'rilovchi perfuzion eritmalarni kuyamiz. Kislotali ishqorli muhitga ega bo'lgan, lekin asosiy davo bu mana shu sababni davolashga qaratilgan bo'lishi kerak. Ya'ni kislota tashqari muvozanati buzilishini qaysi sabab keltirib chiqarayotgan bo'lsa, o'sha etiologik faktordan davolashimiz kerak bo'ladi. Kislota ishqor muvozanatini aniqlash, o'qish uchun bizga 3 ta muhim ko'rsatkich kerak. Bular birinchisi pH, ikkinchisi karbonat angidridning parsial bosimi, uchinchisi gidrokarbonat anionining miqdori. Bu yerda pH organizmning umumiy holatini ko'rsatiladi. Masalan, biz buni aniqlash uchun arterial qondan namuna olamiz. Agar pH 7/40 dan past bo'lsa atsidoz, pH 7/40 dan yuqori bo'lsa alkaloz deyiladi. Birinchi ko'rsatkich nimaga kerak? Buni bilib oldik. Bu yerda karbonat angidridga o'tadigan bo'lsa, karbonat angidridning parsial bosimi bu respirator komponent hisoblanadi. Karbonat angidridning parsial bosimi ko'tarilsa, pH pasayadi. Bosimi tushadigan bo'lsa, pH ko'tariladi. Bu albatta mana bu reaksiyaga mos ravishda boradi. Ikki tomonga ham yuradi bu reaksiya. Gidrokarbonat va proton ajralib chiqadi. Karbonat angidridning parsial bosimi ortadigan bo'lsa, bu tomonga yurgani uchun proton hosil bo'lib kislotalilik ortadi. Bu tarafga qarab qaytadigan bo'lsa, proton kamaygani uchun alkaloz tomonga qarab yuradi. Buni tushunish oddiy juda ham. Gidrokarbonat anioni esa metabolik komponent bo'lib, buyraklar, xlor, qondagi kuchli ionlar, laktat va boshqa metabolik jarayonlar qanday kechayotganligini ko'rsatadi va ularga bog'liq hisoblanadi. Odatda alkaloz kechayotgan yoki atsidoz kechayotgan joyda unga nisbatan kompensatsiya qilinadi. Kompensatsiya agar o'pkalar tomonidan nafas olish hisobiga kechsa, buni biz respirator kompensatsiya deymiz va u tezroq ishlaydi. Agar bu jarayonni organizmdagi turli xil kislotali moddalarni organizmdan ekskressiya qilish orqali, sidik orqali ekskressiya qilinsa, buni buyrak kompensatsiyasi deb ataymiz. Lekin bu nisbatan sekinroq kechadi. Shuning uchun ham, ya'ni buyraklarning kompensatsiyasi sekin bo'lganligi uchun ham o'tkir respirator buzilishda gidrokarbonatni miqdori o'zgarganligini ko'rmasligimiz mumkin laboratoriyada, lekin surunkali holatlarda esa buyraklar moslashgan bo'ladi. Chizmani yakuniga yetkazib qo'yamiz. Bemorda atsidoz aniqlandi. Atsidoz aniqlangandan keyin biz qarashimiz kerak bo'lgan narsa bu gidrokarbonatning miqdori. Gidrokarbonatning miqdori agar 24 milli ekvivalent taqsim litrdan kam bo'ladigan bo'lsa, bu holatni metabolik atsidoz deymiz. Ya'ni organizmda qaysidir kislotaning miqdori ortib ketgan, shuni hisobiga gidrokarbonat bizga organizmda miqdori kamayyapti buferligi uchun.
va unga kechayotgan respirator kompensatsiyani holatini aniqlash uchun karbon angidridni parsial bosimiga qarashimiz kerak. Karbon angidridni parsial bosimi normada 40 atrofida bo'ladi va uni 40 dan kamayganligi organizm ko'proq karbon angidridni ekskressiya qilish orqali organizmdan protonni chiqarib yuborishga harakat qilayotganligini, ya'ni respirator kompensatsiyani ko'rsatib beradi. Agar organizmda atsidoz holatida karbon angidridni parsial bosimi 40 mm simov ustundan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu holatni biz respirator atsidoz deymiz. Sababi karbon angidridni bosimi ortishini hisobiga reaksiyani o'ng tomonga suryapti va mana bu proton ionlarini ortishiga sabab bo'lyapti va bu jarayonda organizm ortiqcha protonni aynan qaytar reaksiya bilan gidrokarbonat buferi bilan qaytarishga harakat qiladi va shuni hisobiga gidrokarbonatni ko'proq tutib qoladi va bu yerda gidrokarbonatni miqdori 24 milliekvivalentdan yuqori bo'ladi va biz bu yerda renal compensation, buyraklarning kompensatsiyasi boshlanganligini ko'rishimiz mumkin. Alkaloz holati qanday tahlil qilinadi? Birinchi navbatda gidrokarbonatni miqdoriga qarashimiz mumkin. Bilamiz, buni ishqoriy buferi organizmni, qonni ishqoriy buferi. Agar uni miqdori ortgan bo'lsa, 24 milliekvivalent taqsim litrdan yuqori bo'lsa, eslatib o'tib ketaman, oraliq 22-28 bo'ladi adashmasam, yoki 26 gacha. Mana shu oraliqdan kamaygan bo'lsa, ortgan bo'lsa, buni metabolik alkaloz deymiz. Ya'ni mana shu gidrokarbonatni miqdori ortib ketdi organizmda. Va unga kechayotgan respirator kompensatsiyani tekshirish uchun karbon angidridni parsial bosimiga qaraymiz. Uni bosimi 40 mm simov ustundan yuqori bo'layotgan bo'lsa, albatta bu yerda respirator kompensatsiya ketyapti. Organizmdagi alkaloz holatida o'pkalar karbon angidridni ushlab qolish orqali, uni parsial bosimini orttirish orqali protonni hosil qilishga harakat qilyapti degan tushuncha paydo bo'lishi kerak. Agar alkaloz holatida karbon angidridni parsial bosimi 40 dan kam bo'ladigan bo'lsa, bu holatni biz respirator alkaloz deymiz. Ya'ni organizm ko'p miqdorda karbon angidridni yo'qotyapti va bu protonni chiqib ketishiga sabab bo'lyapti. Natijada organizm uni kompensatsiya qilishga urinadi. O'tkir davrlarda aytib o'tdik, bu jarayon kuzatilmaydi. Buyraklarni kompensatsiya qilish uchun ma'lum muddat kerak. Shuning hisobiga ham gidrokarbonatning miqdori o'zgarishi, ya'ni uni normadan kamayishi bir necha kunlarda ko'rinadi va biz bunda uni gidrokarbonat miqdori kamayganligini ko'rsatamiz. Arterial qon gaz tahlili, ya'ni ABG tartibsiz o'qilsa chalkashlikka sabab bo'ladi. Birinchi bosqichda biz albatta pH ni ko'rishimiz kerak, yana takrorlab o'tamiz biroz. Va undan keyin pH ni qaysi komponentga mos kelayotganligi, alkalozgami, atsidemiyagami, qaysi biriga yaqin kelyapti, buni solishtirganimizdan keyin albatta pH o'zgarishi qaysi komponentga mos kelayotganligini, karbon angidridni parsial bosimi va bikarbonat anionining miqdorini aniqlash orqali aniqlaymiz. Uchinchi bosqichda biz kompensatsiya kutilgan darajadami yoki aralash buzilish bormi, shuni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kompensatsiya respirator yoki metabolik kompensatsiyani darajasini aniqlaymiz. To'rtinchi bosqich. Metabolik atsidoz bo'lsa, atsidoz holatida anion gap, ya'ni anion oraliq aniqlanadi. Anion gapni aniqlash organizmda kechayotgan metabolik atsidozga etiologik faktor qaysi ekanligini aniqlashtirishga, diagnostika qilishga yordam beradi. Va 5-bosqichda natijani elektrolitlar va suyuqlik holati bilan bog'liq holatda tahlil qilishimiz kerak. Chunki gidrokarbonat, xlor, natriy va kaliy bir-biridan ajratilgan holatda kompensatsiya qilinmaydi va ularni doim birgalikda baholashimiz kerak. Kislota ishqor muvozanati buzilishiga kechayotgan organizmdagi respirator yoki metabolik buyraklar tomonidan o'tkaziladigan kompensatsiya bemor fiziologik javob reaksiyasi kutilgan darajadami yoki yo'qligini ko'rsatib beradi. Masalan, metabolik atsidozdagi bikarbonat 14 bo'lsa miqdori, bikarbonat normaldan 10 millimol litr past. Kutilgan karbon angidridni parsial bosimi taxminan 40-1/2 ko'paytirilganda 10, ya'ni 28 mm simov ustuniga teng bo'ladi. Buni maxsus formula yordamida o'lchaymiz. Ya'ni mana bu yuqoridagi formula. Agar bemorni qon tarkibidagi karbon angidridni parsial bosimi bu holatda 45 bo'ladigan bo'lsa, ventilyatsiya yetarli darajada bo'lmayapti. Metabolik atsidozga qo'shimcha respirator atsidoz ham bor ekanligi kuzatiladi. Agar karbon angidridni parsial bosimi 20 bo'ladigan bo'lsa, respirator alkaloz ham qo'shilgan bo'lishini ko'rsatadi. Shu sababli doim kompensatsiya qay darajada kechayotganligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Anion gap.
anion gap bu anion oralig'i yoki anion farq deyiladi. Normada 12 gacha bo'lsa, bu anion gap hisoblanmaydi. 12 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, anion gap mavjud deyiladi. Anion oralig'i natriy xlor va bikarbonat orqali o'lchanadigan anionlarning ko'paygan-ko'paymaganligini taxmin qilinadi. Bunda umumiy natriyda miqdoridan xlorni va bikarbonatni ayirib topiladi. Chiqqan javob anion gapni miqdorini beradi. Bu aytib o'tdik yuqorida ham metabolik atsidoz holatini etiologiyasini aniqlashda yordam beradi. Agar anion gap mana shu 12 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, laktat, ketoatsidoz, buyrak yetishmovchiligi yoki toksinlar kabi qo'shimcha kislotalar organizmda metabolik atsidozga sabab bo'layotganligi haqida o'ylanadi. Agar anion oralig'i normal bo'lsa, organizmda bikarbonat yo'qotilishi yoki xlor ko'payishi bilan bog'liq ehtimoliy metabolik atsidoz sabablari qidiriladi. Masalan, diareya, renal tubulyar atsidoz yoki katta hajmdagi 0.9% natriy xlorid berilgan kabi holatlar. Albumin past bo'lsa, anion oralig'i pastroq ko'rinadi. Shuning uchun intensiv terapiya bo'limida bemorni albuminni ham hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Metabolik atsidozda davo taktikasi pH ni faqat raqam sifatida ko'tarishga qaratilmaydi. Bu yerda kislotal hosil bo'lishi yoki bikarbonat yo'qotilishini to'xtatishimiz kerak, ya'ni sabab omilini to'xtatishimiz kerak. Laktik asitoz, ya'ni laktatga bog'liq bo'lgan asitozda perfuziya, kislorod yetkazilishi, sepsis manbasi va shokni davolashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shunga sabab bo'layotgan holat gipoperfuziya, sepsis, gipoksiya yoki adrenalinga bog'liq stress holatida kuzatiladi. Ketoatsidoz kimlarda kuzatiladi? Bu diabetiklarda, alkogol ichgan, ko'p miqdorda yoki ochlik bilan bog'liq holatlarda kuzatilishi mumkin. Biokimyo darsidan ma'lum, ochlik paytida organizmda ketonlarning utilizatsiyasi boshlanadi va mana shu paytda ketoatsidoz rivojlanishi mumkin. Diabetiklarda bo'lsa, insulin qabul qilishni unutganda yoki och qolib ketganda ketoatsidoz kuzatiladi. Buyrak yetishmovchiligida kislota chiqarilishi organizmda pasayadi va ba'zan buyrak o'rnini bosuvchi terapiya kerak bo'ladi, ya'ni biz qonni filtrlashimiz kerak bo'ladi. Diareya va renal tubulyar atsidozda bikarbonat yo'qotilishi va xlor ko'payishi ustun bo'ladi. Natriy bikarbonat doimiy ravishda berilmaydi, chunki u karbonat angidrid yukini oshirib yuborishi mumkin. Natriy yukini ko'paytirishi va ionlangan kalsiyni kamaytirishiga sabab bo'ladi. Laktat bilamiz, organizmda ko'pincha kislorod yetarli bo'lmagan muhitda glikolizga o'tish natijasida yuzaga keladi, lekin bu laktatning miqdori ko'tarilishi har doim faqat kislorodsiz metabolizm kechyapti, glikoliz kuchaydi degani emas. Lekin intensiv terapiyada u perfuziya, adrenergik stress va kasallik og'irligi haqidagi muhim signal hisoblanadi. Yagona laktat qiymatidan ko'ra uning o'sishi ko'proq klinik ma'no beradi. Diabetik ketoatsidozda esa davoning tugashini faqat glyukoza pasayishi bilan baholash xato. Anion oralig'ini yopilishi ketonemiya tuzalganligini ko'rsatib beradi. Kaliy ham juda ham muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Insulin, bu bilamiz, kaliyni hujayra ichiga kiritadi. Agar boshlang'ich kaliy 3.3 moldan past bo'lsa, insulin hayot uchun xavfli gipokalemiya holatiga olib kelishi mumkin. Nima demoqchimiz? Biz bemorga insulin berishimizda avval kaliyda tekshirib olishimiz kerak. Sabab nima? Tasavvur qiling, o'zi kaliyda miqdori qonda past. Normada kaliyda miqdori adashmasam 3,5-4,5 edi. Balki adashayotgandirman, balki 3,5, 5 u 2 shu oralig'da deylik. Agar qonda kaliyda miqdori o'zi kam bo'ladigan bo'lsa, masalan 3 deylik, biz insulin kiritganimizda insulin nima qiladi? Insulin hujayraga tashqaridan glyukozani kiritib beradi. Glyukoza kirdi degani nima degani? Bu ATF hosil bo'ldi degani. ATP ni hosil bo'lishi birinchi navbatda hujayra membranasida joylashgan natriy kaliy ATF aza ion kanallarini ishga tushiradi. Natijada nima bo'ladi? Bu kaliyni hujayra ichiga kiritishni boshlaydi. O'zi qonda kaliyning miqdori 3, juda ham past. Yana bu jarayonda hujayra ichiga kaliy kirib ketadigan bo'lsa, juda ham gipokalemiya og'irlashib ketadi. Va aynan mana shu xavfni oldini olish uchun ham qondagi kaliyning miqdorini tekshirishimiz kerak va agar past bo'lsa, kaliy preparatlari bilan birgalikda foydalanishimiz kerak bo'ladi.
Respirator atsidoz ventilyatsiya, ya'ni o'pkalarning ventilyatsiyasi yetishmovchiligini ko'rsatadi. Sababi respirator atsidozni markazida karbonat angidridni chiqarilishi yetarli emasligi turadi. Tasavvur qiling, karbonat angidrid yaxshi chiqib ketmayapti o'pka orqali. Natijada uni miqdori ortadi. Miqdori ortishi esa reaksiyani o'ng tomonga, golden equationni o'ng tomonga suradi. Nima bo'ladi? Gidrokarbonat va proton hosil bo'ladi. Hosil bo'layotgan proton esa miqdorini ortib respirator atsidozga sabab bo'ladi. Bu holat qachon kuzatiladi? Bu sun'iy ventilyatsiya sozlamasi yetarli bo'lmaganda, surunkali obstruktiv o'pka kasalliklari zo'rayganda, opioid yoki sedativ nafas markaziga ta'sir qiluvchi preparatlar nafas markazini bloklab qo'yganda yoki nerv mushak kasalliklarida, masalan, nafas mushaklarining faoliyati buzilganda kuzatiladi. O'tkir respirator atsidozda karbonat angidridning parsial bosimi tez ko'tariladi va pH keskin kamayadi. Gidrokarbonat esa hali o'zini o'zgartirib kompensatsiya qilmagan bo'ladi. Ya'ni gidrokarbonat miqdori o'tkir davrda normal bo'lishi mumkin. Surunkali holatlarda buyraklar gidrokarbonatni ko'proq ushlab qoladi. Sababi bilamiz, u ishqoriy bufer. Gidrokarbonatning miqdorini oshirish orqali buyraklar tutib qolib, reaksiyani orqaga qaytarish, chapga surishga harakat qiladi. Bu kompensatsiya hisoblanadi. Alkalozni yengil holat deb qabul qilish juda ham katta xato. Respirator alkaloz giperventilyasiya bilan bog'liq bo'ladi. Hozirgi aytgan reaksiyamiz qarama-qarshi tomonga yuradi. Ya'ni karbonat angidrid plus suv teng bikarbonat plus proton. Agar giperventilyasiya bo'ladigan bo'lsa, nafas olish tezlashadi. Nafas olish tezlashganda karbonat angidrid juda ham tez organizmdan chiqib ketadi va natijada uni parsial konsentratsiyasi kamayadi. Uni konsentratsiyasi kamayishi reaksiyani chap tomonga suradi. Natijada protonning organizmda kamayishi respirator alkaloz yuzaga keladi. Giperventilyasiya qachon kuzatilishi mumkin? Bu og'riq, tanada og'riq bo'lganda, xavotir bo'lganda, organizmda sepsis kechganda yoki gipoksiya kuzatilganda, o'pka emboliyasi yoki jigar yetishmovchiligida kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari, metabolik alkaloz ko'pincha qusishda, nazogastral drenaj yoki diuretiklar bilan bog'liq bo'ladi. Bunda vodorod, xlor va kaliy organizmdan yo'qotiladi. Masalan, qusishni oladigan bo'lsak, qusganimizda oshqozondagi xlorid kislotani ko'p miqdori tashqariga chiqib ketadi. Proton uni o'rnini to'ldirish uchun qondagi proton jalb qilinadi va natijada organizmda metabolik atsidoz rivojlanadi. Xlorga bog'liq ravishda alkaloz ham ikkiga ajratiladi. Xlor responsiv alkaloz, xlor resistant alkaloz, ya'ni xlorli preparat qo'yganimizda javob beruvchi, ya'ni holat yaxshilanuvchi alkaloz. Bunday holatda 0.9% natriy xlorid va kaliy xloridni berish orqali, aralashmasini berish orqali yetishmovchilikni tuzatishimiz mumkin. Xlorga rezistent bo'lgan holatlarda esa mineralokortikoid ortiqligi yoki chuqur kaliy yetishmovchiligi gumoni bo'ladi va shuni davolashga harakat qilinadi. Alkalozda organizmga xavfi nima? Bu birinchi navbatda aritmiya chaqirishi, koronar va miya qon oqimini o'zgartirishi, ionlangan kalsiyni miqdorining pasayishi bilan bog'liq bo'ladi. Suv elektrolit balansini boshqarilishi. Dastlab suv elektrolit balansida avval suv organizmda qayerda turganini tushunishimiz kerak. Tananing umumiy suvi erkaklarda tana vaznining o'rtacha 60%, ayollarda esa 50% ni tashkil qiladi. Bu aniq ko'rsatkich sifatida olishni tavsiya bermayman. Turli xil adabiyotlarda turlicha beradi. 55%, 60% har xil. Va bundan tashqari organizmning yoshi, mushak va yog' miqdoriga ham qarab o'zgarib turadi. Organizmdagi barcha suvni 100% deydigan bo'lsak, organizmda umumiy massasini 100% deydigan bo'lsak, taxminan uni 60% massasi suvga to'g'ri kelyapti. 40% erkaklarda tasavvur qiling, bu quruq massaga to'g'ri kelyapti. Mana shu 60 ni ham 40 qismi, ya'ni 3 dan 2 qismi bu hujayra ichi suyuqligiga to'g'ri kelsa, 20 si bu hujayra tashqarisidagi suyuqliklar, qon, limfa va boshqalarga to'g'ri keladi. Bundan tashqari yana bir ionlarga bog'liq bo'lgan ma'lumot, qonda bilamiz, ya'ni ekstrasellyular suyuqlik deylik. Ekstrasellyular suyuqlikda natriyning konsentratsiyasi yuqori bo'ladi, natriy ionlarining, hujayra ichida esa kaliy kationlarining miqdori yuqori bo'ladi. Ushbu holat nimaga kerak? Bu holat osmolarlikni nazorat qilish va kislota ishqor muvozanatini ushlab turish uchun juda ham zarur hisoblanadi. Giponatremiya, natriyning miqdorining kamayishi. Bu jarayonda holatni ko'rgan zahotimizoq fiziologik eritma berish yoki
suyuqlikni quyishni to'xtatib qo'yish to'g'ri yondashuv bo'lmaydi. Birinchi qadamda biz natriyni qiymatini, qondagi konsentratsiyasini tasdiqlashimiz kerak va glyukoza berganimizda u natriyni miqdoriga ta'sir qilmaganmi, shuni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Keyin osmolarlikni baholashimiz kerak. Haqiqiy gipotonik giponatremiyada miya shishishi xavfi yuqori bo'ladi. Hajm holati davo yo'nalishini belgilab beradi. Gipovolemik bemorda natriy yo'qotilgan, euvolemik bemorda suvning miqdori ortgan bo'ladi. Gipervolemik bemorda esa umumiy natriy ham, suv ham ortgan bo'ladi, lekin bu jarayonda natriyga nisbatan suv ustun. Nima demoqchimiz? Agar gipovolemiya kechayotgan bo'lsa, bu yerda organizmda natriy yo'qotilgan deb tasavvur qilamiz. Euvolemikda natriyda yo'qotilganligi to'g'ri, lekin bu yo'qotish suvda miqdorining ortishi hisobiga kechyapti. Gipervolemikda natriyda miqdori ham ortgan, chunki suvni ushlab turish kerak. Bundan tashqari suvda ham miqdori ortgan, lekin natriyga nisbatan suvda miqdori kuchliroq ortgan bo'ladi. Korreksiya qanday kechayotganligini albatta siydikda osmolarligi va siydikdagi natriyning miqdori orqali aniqlaymiz va bundan tashqari siydikning miqdoriga ham vaqt ham simptom va korreksiya qanday kechayotganligini ko'rsatib beradi. Natriyda miqdori kam bo'lgan holatlarda organizmdan natriyning ajratilishi biroz kamayadi, lekin u suvni o'zi bilan tortib chiqib ketishi kerak. Bu degani siydik tarkibida har doim natriy ionlari bo'ladi. Giponatremiyani davolashda ham xavf mavjud. Xavf ikki tomonda ham turadi. Og'ir simptomlar, masalan, tutqanoq, koma yoki og'ir miya shishish belgilari bo'lsa, natriy juda sekin natriyni holati giponatremiya sekin tuzatilsa ham bemor nevrologik zarar ko'rishi mumkin. Bu holatda 3% natriy xlorid bolyus shaklda beriladi va dastlabki maqsad natriyni taxminan 4-6 millimolga ko'tarib olishdir qiymatini. Va bu miya shishini kamaytirishga yordam beradi. Lekin keyingi bosqichda tezlik qat'iy nazorat qilinishi kerak. Odatda 24 soatda 8-10 millimoldan oshirmaslik kerak ko'tarishni. Bundan tashqari natriyning konsentratsiyasi faqat biz quyayotgan natriyimizga emas, organizmdan chiqib ketayotgan diurezga ham bog'liq. Agar diurez kuzatilib ko'tarilib ketadigan bo'lsa, ya'ni organizmdan suyuqlikni yo'qotilishi buyraklar orqali natriyda konsentratsiyasini ortishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga ham natriy konsentratsiyasi har 2-4 soat davomida tekshirilib turiladi. Gipernatremiya holati bu ko'pincha organizmda natriyni ko'payganidan emas, erkin suvni yo'qotilganligi, yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Suv icha olmaydigan keksa bemor, isitmalayotgan inson yoki ichi ketib diareya bo'layotgan inson yoki osmotik diurez bo'layotgan inson, masalan, diabeti bor bemorlarda bunga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni qonda glyukoza miqdori ortgan, glyukoza siydik tarkibiga o'tadi va osmotik diurezga sabab bo'lib o'zi bilan suvni olib chiqib ketib qoladi va bunda natriyning miqdori qonda albatta ortadi, chunki suv yo'qotilyapti. Xo'p, aytishimiz mumkin, natriyning qondagi miqdori yuqori bo'lsa nima qilibdi? Natriyning qondagi miqdorining yuqori bo'lishi, tasavvur qiling, natriy tashqarida yuqori, bu osmolarlikni orttiradi. Natijada hujayraning ichidan suvni o'ziga tortishni boshlaydi. Natijada nima bo'ladi? Hujayra suvsizlanadi. Bu ayniqsa miya hujayralari uchun juda ham xavfli va shuni hisobiga ham gipernatremiyada bemorlarda ong buzilishi, bezovtalik, tutqanoq yoki hatto og'ir holatlarda koma ham kuzatilishi mumkin. Agar bemor shokda bo'lsa, avval perfuziya uchun izotonik suyuqlik quyishimiz kerak, holatni korreksiya qilgani. Keyin erkin suv tanqisligi hisoblanadi. Surunkali gipernatremiyada juda tez tushirish miya shishishi xavfini beradi. Shuning uchun natriy sekin tekshiriladi va korreksiya ham sekin olib borilishi kerak bo'ladi. Nimaga sekin deb aytyapmiz? Sababi holatni agar teskarisiga buradigan bo'lsak, ortiqcha suv hujayra ichiga kirishi va shish chaqirib qo'yish ehtimoli ham mavjud. Endi kaliy haqida gaplashamiz. Kaliy hujayra ichida juda yuqori, hujayra tashqarisida esa past konsentratsiyada saqlanadi. Shu farq yurak va mushak hujayralarini elektr barqarorligini ta'minlab beradi, ya'ni membrana potensialini normal saqlashga yordam beradi. Atsidozda insulin yetishmovchiligi, to'qimalar parchalanishi, gemoliz va buyrak yetishmovchiligida qonda kaliyning miqdori ortishi mumkin. Sabab nima? Atsidozda tasavvur qiling, protonning miqdori hujayra tashqarisida yuqori, kaliyniki hujayra ichida yuqori. Proton ham musbat, kaliy ham musbat. Mana shuni nazorat qilish uchun ortiqcha protonni hujayra ichiga kiritiladi va kaliy hujayradan tashqariga
chiqariladi va shuni hisobiga qonda giperkalemiya kuzatiladi. Hujayra ichi organizmda esa kaliyni miqdori umumiy kamayishi mumkin. Aksincha, agar protonni miqdori kam bo'ladigan bo'lsa, bu tashqi muhit suyuqligidagi kaliyni ham hujayrani ichkarisiga ko'proq kirishiga sabab bo'lishi gipokalemiyani yana ham og'irlashtirishi mumkin. Insulin va beta agonistlar kaliyni hujayra ichiga vaqtinchalik siljitib beradi. Insulinning ta'sirini yuqorida ham gaplashib o'tdik. Insulin natriy hujayra ichida ATFni hosil bo'lishini orttirish orqali natriy kaliy ATF fazani faoliyatini tezlashtiradi. Bu esa hujayra ichiga kaliyni yana ham kuchliroq kirishini ta'minlab beradi. Kaliyni miqdorini qanday nazorat qilishimiz mumkin? Albatta, uni o'zgarishini EKG orqali va klinik holat orqali baholaymiz. Bemorda aritmiya kuzatilishi mumkin. EKGda esa T tishchani o'zgarishi kuzatiladi. Ko'pincha repolarizatsiya fazasini ko'rsatuvchi. Bunda T agar giperkalemiya bo'ladigan bo'lsa, EKGda o'sha T tishchani juda ham o'tkirlashib ketganligini ko'rsatamiz. Tasavvur qiling, bu yerga chizib ko'rsataman. P tishcha, Koresti kompleks va undan keyin T tishcha bo'lishi kerak. Uzr, T tishcha ortib ketdi. Giperkalemiyada T yuqorilashib ketgan bo'lishi mumkin. Gipokalemiyada esa bu juda ham tekis bo'lib qolgan yoki biroz depressiyalangan kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari, kaliyni miqdorining o'zgarishi mana bu PR intervalini o'zgartiradi. Undan tashqari, Koresti kompleksni ham kengayishiga sabab bo'lishi mumkin. Biz eslab qolishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, normal EKG giperkalemiya xavfini to'liq inkor qilib bermaydi. Ya'ni EKG normalligiga qarab turib, yo'q, organizmda giperkalemiya yoki gipokalemiya ketyapti deb aytmasligimiz kerak. Lekin agar EKGda o'zgarish bo'lsa, bu shoshilinch davo chorasini talab qiladi. Giperkalemiyada davo taktikasi ketma-ketligi juda ham muhim. Agar EKGda o'zgarish bo'lsa yoki kaliy odatda 6,5 millimol taqsim litrdan ortib ketgan bo'lsa, birinchi maqsad yurak membranasini stabilizatsiya qilish hisoblanadi. Buning uchun 10% kalsiy glyukonat vena ichiga yuboriladi va bunda EKG nazorati amalga oshiriladi. U kaliyni miqdorini tushirib bermaydi qondagini, lekin aritmiya xavfini kamaytiradi. Keyin kaliy vaqtincha hujayra ichiga siljitiladi. Buning uchun insulin bilan glyukozani birgalikda berishimiz kerak. Glyukoza hujayra ichiga kirib ATF hosil bo'lish uchun energiya vazifasini bajarsa, aynan mana shuni insulin kiritib beradi hujayraga. Bundan tashqari, adrenamimetikda hisoblangan, beta agonist hisoblangan nebulizatsion salbutamol, atsidozda esa bikarbonatni berishimiz ham mumkin. 3-bosqichda kaliyni organizmdan chiqarish kerak. Albatta, buning uchun diuretiklar qo'l keladi. Agar qonda kaliyni bog'lab oluvchi vosita bo'lsa yoki buyrak yetishmovchiligi bo'lsa, albatta biz dializ qilishimiz kerak. Monitoring nimaga kerak? Biz albatta EKGni, glyukozani, kaliyni miqdorini doimiy tekshirib turishimiz kerak. Sababi biz insulinni berganimizda giperkalemiyadan to'g'ridan-to'g'ri gipokalemiyaga o'tib ketish xavfi mavjud. Gipokalemiya kaliyni miqdorining tushishi. Gipokalemiya diuretiklarni qo'llash, bemorning qusishi, diareya, insulin yoki beta agonistlarni qo'llash bilan bog'liq bo'lishi va alkaloz holatida ham bo'lishi mumkin. Klinik jihatdan bemorda mushaklarning zaifligi, ichaklarda parez va nafas mushaklarining kuchsizligi va aritmiya kuzatilishi mumkin. EKGda ST depressiya aytib o'tib ketdik, Koresti kompleks, undan keyin T. Mana bu ST ni depressiyasi kuzatilishi mumkin. Gipokalemiyani qanday qilib korreksiyalaymiz? Korreksiya qilish gipokalemiyaning og'irlik darajasi va simptomlarning darajasiga va EKG ko'rsatkichiga bog'liq. Agar yengil holat bo'ladigan bo'lsa, oral kaliy preparatlari, og'ir holatlarda va simptom og'irlashgan holatlarda vena ichiga kaliy xlorid yurakni monitoring qilib turgan holatda berishimiz kerak bo'ladi. Agar magniy past bo'lsa, buyrak orqali kaliy yo'qotilishi davom etadi va kaliyni miqdorini tiklash qiyinlashadi. Shuning uchun magniyni ham tekshirib, agar uni miqdori kam bo'lsa, magniy ham berish kerak bo'ladi. Kalsiy, magniy va fosfat. Bular ham muhim elektrolitlar hisoblanadi, lekin ko'pincha natriy va kaliyni soyasida qolib ketadi, lekin reanimatsiyada ular juda ham muhim. Gipokalsemiya ionlangan kalsiyni pasayishi bilan tetaniya, laringospazm, QT intervalni uzayishi kabi belgilar kuzatilishi mumkin. Giperkalsemiyada suvsizlanish,
aritmiya, ong buzilishi, buyraklarni zararlanishi kuzatilishi mumkin. Magniyni miqdori past bo'lsa, Tarsada de Points'ni xavfi ortadi hamda kaliyni korreksiya qilishga qiyinchilik tug'diradi. Yuqorida aytib o'tib ketdik. Gipokalemiyada oldin magniyni ham tekshirib olishimiz kerak. Gipermagnezemiyada esa reflekslarning pasayishi, bradikardiya va nafasni susayishi kuzatiladi. Gipofosfatemiya bu diafragma mushaklarining zaifligini, gemolizni va refeeding xavfini orttiradi. Bu nimaga? Bu jarayon uzoq ochlikdan keyin yuzaga keladi. Biroz tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, gipofosfatemiya nimaga? Bizga fosfat guruhlari nimaga kerak o'zi? 3-. Fosfat anioni bizga ATP uchun kerak. ATPda bilamiz 3 ta fosfat qoldig'i bo'ladi. Agar organizmda fosfat miqdori anioni kam bo'ladigan bo'lsa, ATFni sintezlanishi ham buzilgan bo'ladi. Bu esa o'z-o'zidan muskullar, diafragma muskullari uchun yetarli bo'lgan energiyani ta'minlab bera olmay qoladi. Refeeding sindromi nima? Uzoq vaqt och yurgan paytda bemorda barcha organizmdagi elektrolitlar, shu jumladan fosfatni miqdori ham kamayib ketgan bo'ladi va biz bemorga birdaniga ovqat beradigan bo'lsak, organizmda insulin sintezlana boshlaydi va bu insulin natriy kaliy ATF azaga ta'sir qilishi kerak. Sababi birinchi navbatda glyukozani hujayra ichiga kiritib beradi. Hujayra ichiga kiritib berishi natijasida oksidlanish, fosforlanish jarayonlarida ATF ishlab chiqarila boshlaydi va mana shu jarayonda organizmda qolgan fosfatni ham hujayra ishlatib qo'yadi. Natijada og'ir gipofosfatemiya kuzatiladi. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Perfuzion suyuqlik berish albatta gipovolemiya va gipervolemiya klinik holatiga qarab tanlanadi. Gipovolemiyada taxikardiya, arterial bosimni pasayishi, sovuq ter chiqishi, kapillyarlarning to'lishini sekinlashishi va oliguriya kuzatiladi. Gipervolemiyada esa shishish, o'pkada dimlanish, kislorodga ehtiyojni ortishi va venoz bosimni ortishi belgilari kuzatiladi. Kundalik vaznni o'lchash intensiv terapiyada juda ham foydali. 1 kilogramm ortish taxminan 1 litr suyuqlikni organizmda ushlanib qolayotganligini ko'rsatib beradi. Va organizmga suyuqlikni kirish-chiqish balansi bo'lishi kerak. Kirish-chiqish balansida infuziya, ovqat tarkibida kirayotgan suyuqlik va diurezda, ya'ni siydik bilan ajralayotgan suvning miqdori, drenajlardan kechayotgan yoki bemorda diareya kuzatilayotgan yoki isitma kuzatilayotgan bo'lsa, mana shu jarayonda ham yo'qolayotgan suyuqlikni hisobga olishimiz kerak. Muhim jihati, biz perfuzion suyuqlik quyishdan oldin doim bemorning organizmi unga qanday javob beradi, shuni aniqlashimiz kerak va bu bizga shish va o'pka dimlanishi kabi holatlarni oldini olishga yordam beradi. Infuzion suyuqlik faqat hajmga ega degani emas. Infuzion suyuqlik neytral modda emas, u kislota ishqor muvozanati va suv elektrolit balansini o'zgartiradi. 0.9% natriy xlor ko'p hajmda berilsa, xlorni miqdorini oshirib, uni yukini oshirib yuborishi giperxlorimik metabolik atsidozga sabab bo'lib qolishi mumkin. Balanslangan kristalloidlarda xlor kamroq va laktat, asetat, glukanat kabi bufer anionlar bo'ladi. 5% dekstroza yoki enteral erkin suv gipernatremiyada suv tanqisligini to'ldirish uchun ishlatiladi. Nimaga 5% dekstroza eritmasi gipoosmoliar vosita sifatida ishlatiladi? Sababi 5% dekstroza eritmasini organizmga qo'yganimizdan keyin tezda uning tarkibidagi dekstroza hujayralarga o'zlashtirilib ketadi. Natijada suvni o'zi qoladi va bu suv gipernatremiyani oldin korreksiya qilish uchun ishlatilishi mumkin. 3% natriy xlor. Buni aytdik. 3% natriy xlorid simptomli gipernatremiyada ishlatiladi, lekin natriy tezligini, ya'ni natriyda konsentratsiyasi ortishini doim nazorat qilib turishimiz kerak. Kaliy qo'shish. Kaliy qo'shishdan oldin diurez, buyraklarning funksiyasi va EKGni nazorat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Kislota ishqor muvozanati va suv elektrolit muvozanati buzilishida yuqori xavf belgilarini biz tanib olishimiz kerak. Masalan, bular pHni 7.1 dan past bo'lishi yoki 7.55 dan yuqori bo'lishi. Bu holat kislota ishqor muvozanati juda ham buzilganligini ko'rsatadi va bunda biz yurakni ritmini, qon bosimini va ventilyatsiyani albatta tekshirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu holatlarni oldindan xavfni aniqlashimiz kerak.
Kaliyni miqdori 6,5 millimoldan yuqori bo'lishi, EKGda o'zgarishlar bo'lsa, avval yurak membranasini himoya qilish uchun kalsiy glukonat qo'llanilishini yuqorida aytib o'tdik. Natriyda qondagi miqdori past, giponatremiya va unga qo'shimchasiga tutqanoq yoki koma kuzatilayotgan bo'lsa, 3% natriy xlor eritmasidan foydalanamiz. Dastlab bolus dozada quyib, undan keyin esa monitoring bilan sekin miqdori ko'tariladi. Aksincha, natriyda miqdori yuqori va ong buzilgan bo'lsa, miya hujayralaridagi suvsizlanishni o'ylashimiz kerak va bunga qarshi chora ko'rishimiz kerak bo'ladi. Kalsiy, magniy yoki fosfatni og'ir buzilishida aritmiya, tetaniya va diafragmani zaifligi orqali bemorning holati tez og'irlashishi mumkin.